Assalomu alaykum, bizni muntazam kuzatib borayotgan muxlislar. Mana bugun 15-aprel kuni Ismat Hoji dadamni aristonlarini qilib berdik. Chiroyli qilib berib, mana 50 talik joylashgan ekan. Chiroyli qilib chayqab, bir tomchi suv, bitta loy, daj gilamlarga bitta chang tushirganimiz yo'q. Chiroyli qilib berdik. Dada, xizmatimizdan ko'nglingiz to'ldi. Roziman. Kelgan pulimga ham roziman. Dadam xizmatlarini qilib berdi. Hammasi yaxshi, chotki. Dadam like bosib qo'yasiz. Dadamni xarakteriga bitta like bosib qo'yasiz. Zo'r ekanlar, mazza qilib ishladim. Xudo xolasa ber, qayer Yunusobodmidi? Yunusobod 17. Yunusobod 17-kvartalga kelib xizmat qilib berdik. Chiroyli qilib yangi holatga keltirib berdik. Kimga shunday Toshkent bo'ylab shunday xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zimizda instrumentlarimiz Aristonda hamma zapchastlari bilan boramiz. Magazinga borib keling, unga borib keling, umuman uy egasini ovora qilmaymiz. Yugurish yo'q, hamma narsa bor sumkada. Sumkada hamma narsa bor. Aynan sumka. Xuddi shunday. Bergan pulingizga rozi bo'lasiz, xudo xolasa. Chotki chiqarayotgan toza. Toza mana yerlarda bitta suv, loy poy nam yo'q. Baxtiyorim ham ushlab oldim. Bahodarim Baxtiyor. Baxtiyor ismida-da. Baxtiyor ushlab oldim endi, xudo xolasa bu yerga endi Aristonmi, santexnikni ishmi hammasini chaqiraman o'zim. Bemalol dada, xizmat bo'lsa telefon qilaverasiz. Telefon qilganingizda yetib kelaman, xudo xolasa. Salomat bo'lasizlar, umringiz uzoq bo'lsin. Dada, duolarda yo'qlab tursangiz bo'ldi. Xudo xolasa namozimda nimaga chiqqanimda xudo xolasa. Bo'ldi. Rahmat dada, salomat bo'ling. Biz qaytdik. 350 ming. Bo'ldi, rozi bo'ling. Yo'q, sanamayman, sizga ishonaman dada. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Rahmat, bergan pulingizga rozi bo'ling dada. Mana. Roziman, ana kiyimlarni olib